Voy. Telegramdan senga bir qizni rasmini jo'natdim. Xo'p, ko'raman. Doston qalaysan, yaxshimisan? Olgaga keling. O'g'ilchalar eshitdingmi, oro bo'lsin? Uka pampers berib yuborgan, nechiligidan? Birligidan. Nechta beray ekan? 3 ta ber. Mana aka 3 ta pampers. Rahmat aka. Daftarga qo'shib qo'yasan, ha? Xo'p, aka, xo'p. Sog' bo'ling. Hali uylanish niyatim yo'q, oyi. Buving to'yingni ko'ray deyaptilar. Bilasan, yoshlari bir joyga borib qolgan. Xo'p. Uydagilar stop qo'yishibdi, uylanasan deyishyapti. O'sha qizga uylanasizmi endi? Yo'q, men hali oila qurish niyatim yo'q. Hali tayyor emasman, meni o'qishim bor, magistratura o'qimoqchiman. Uning ustiga uyimiz ham bir ahvolga yotibdi. Siz bilan kulbada yashashga ham roziman. Kulba? Men qurolli qurmoqchiman, sen kulba deysan. Onam o'zi orzu qilgan oshxonada men yaxshi ko'rgan taomni tayyorlab berishni xohlayman. Dadam bo'lsa, qaraganda ishlamasdan mazza qilib farzandining rohatini ko'rsin deyman. Sen kulba deysan, ertaga uylanganimdan keyin men ham dadamdan pampersga pul so'raymanmi? O'rtoqlarimga o'xshab yoki o'g'lim velosiped haydagim kelyapti desa, sabr qilib tur, oyligim tushsin deymanmi? Yo'q, men xohlamayman bunaqa yashashni. Men hali oila qurishga tayyor emasman, ma'nan ham, moddiy ham. Qachon unda? Sabr qilsang ko'rasan. Men sizga ishonaman. Xotirjam.